Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana shu ko'rib turgan mashinalar Cherry avtomobili 2025-yil ishlab chiqarilgan, 11,000 kilometr yurilgan Cherry Pro 2 qora kraska toza. Bemalol ichlarni ham ko'rishingiz mumkin. Hammasi ideal holatda. Yangi 4-chi pokoleniya propan qo'yilgan, holati ideal darajada. Mana bemalol lyuklari bilan eng so'nggi rusumdagisi bemalol tomosha qilishlaringiz mumkin. 11,000 yurilgan, ichlari top-toza. Bu mashinaga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol bizga bog'lanishinglar mumkin. Pastda nomerlar qoldiramiz. Mana holati juda ham ideal darajada. Bu mashinani olmoqchi bo'lganlar avtokreditga yoki naqd to'lab yoki liksiskaga qilib olsalaring ham bo'ladi. Mana mashinaga qiziqadiganlar pastdagi raqamga bog'lanishingiz mumkin.